Bu videoda biza katta, kichik va o'rtacha challenge olamiz. Sizda 5 ta raund bo'ladi va har bir raund boshidan biza kimga katta, kichkina yoki o'rtacha tushganini aniqlab olamiz. Kimga katta narsa tushgan bo'lsa, nima qilib bo'lsa ham mana shu narsani yeyish kerak. Kichkina tushgan bemalol kichkina narsani yeydi. Va bu videoda Ahror Alixonov, Sardor va men qatnashaman. Va endi bo'lsam video boshlandi. To'g'risini aytsam, men bu mavzuda gapirmoqchi emas edim, lekin sizlar bilan majbur qo'yasizlar. Ya'ni Omonxon kanalida bunaqa ko'p videolar chiqishi to'xtashi mumkin. O'zi umuman olib qaraganda o'rtalar prosta e'tibor qaratinglar. Men mana shu haftaning o'zida 3-videoni qo'yaman. Ya'ni bir haftada 3 ta video. Bu bilasizlar, bir oyda hali nechta video bo'lishi mumkin va hali yana bundan ham men ko'paytirmoqchiman. Lekin sizlar nimagadir menga obuna bo'lishinglar ko'paymayapti. Va men tushunmayotgan yana bir narsa, mana shu paytgacha kuzatayotgan odamlar ichidan 70% dan ko'p obuna bo'lmasa kuzatyapti. Bu nima degan o'rtalar? Agarda siz men videolarimni doimiy ravishda ko'rayotgan bo'lsangiz, televizordan ko'rasizmi, telefondan, kompyuterdan farqi yo'q. Obuna bo'lish knopkasi yoningizda turibdi. Iltimos, hozir pastda turgan obuna bo'lish knopkasini bosing. Bu men uchun juda ham muhim narsa. Va hoziroq obuna bo'ling, chunki men yana yangi maqsadim bor. Va bu ham bo'lsa tezroq 1,5 million obunachiga chiqishim kerak. Va bu uchun juda ham kam obunachi qoldi, o'rtalar bir 50 ming, 40 ming qoldi. Bu videoni bilaman 1,5 milliondan ko'p odam eng kamida ko'radi. Shuning uchun iltimos o'rtalar obuna bo'lib qo'yinglar. O'ynashni boshlaman, tushundinglar va qo'llab-quvvatlaysizlar va anina bo'lsam bu video ham boshlandi. Birinchi raund. Siz bu challenge bilasizmi, Ahror aka? Ko'rganman, lekin qatnashmaganman. Demak, bugun siz yaxshi narsa tushsa ham xursand bo'lmasligi qanaqa bo'lishini bilasiz. Chunki bilasizmi nimaga? Sizga yomon narsa ko'p tushishi mumkin, lekin yaxshi, shirin, kayf narsa kam tushishi mumkin-da. Va anina bo'lsa o'rtalar boshlanishiga birinchi raund uchun kim katta idishda yoki kichkina yoki o'rtacha idishda narsa yeyishni aniqlab olamiz. Va bu uchun biza уже sirli idishlarni bilasizlar, biz har doim noodatiy va juda ham sodda idishlar tanlaymiz. Shuning uchun bu safar biz prosta lagancha tanladik. Va laganchaning ichida bizada 3 ta qog'oz bor. Bittasining ichida katta, ikkinchisida kichkina va uchinchisida o'rtacha. Va qani kimga nima tushar ekan? Bo'lmasa birinchi o'rinda Sardor tanlaydi. Hozir 100% bilaman, menga kichkinasi tushadi. Endi Ahror tanlaydi va oxirida qolgani menga kattasi tushadi. Chunki birinchi raund menga omadli kelib, men kayf qilib bir shirin narsa yeyman. Va davayt bo'lmasa Ahror akam tanlaydilar. Okey, yangi kichkina tushsa ham roziman. Xo'p, ochib o'tirasiz va endi bo'lmasam, nima aytgandek, menga katta tushgan bo'ladi. Va endi qog'ozlarni birin-ketin ochib olishimiz va Sardor ochib beradi buncha. Men kichkina degandim, katta tush. Demak, Sardor katta tushdi va bu, mencha boya men adashdim. Birinchi raund achchiq narsa tushadi deb o'ylayman. Va endi men qog'ozni ochaman va menga tushgan narsa bu kichik. Menda shunda o'rtachami? Sizda o'rtacha-da, Ahror aka o'rtacha. Qaramaylar. Va endi eng qiziq joy, ya'ni birinchi raundda biza mana shu o'zimiz tushgan katta, kichik yoki o'rtacha idishda nima yeyishimizni aniqlab olamiz. Va qo'limizda mana shu idish va bu idish ichida 5 ta qog'oz bor va 5 ta qog'oz ichida 5 xil yeydigan narsa. Va hamma bo'lsa endi aralashtirib bittasini tanlaymiz. Va davayt, birinchi raundda Ahror Alixonov hal qilsin. Qaramasdan endi. Tanlang. Bo'ldi. Mashi bo'lsa, bo'ldi. Ushlab turasan. Tushirib bering. Va biz birinchi raund yeydigan narsa bu. Sho'rva. Men nima dedim o'rtoqlar? Birinchi raund biz sho'rvadan yeymiz va demak, sho'rvadan nima kichkina idishda va kamgina, bitta-ikkita yeyman. Mana bu Sardor deb kattasini yeydi. Ahror aka esa o'rtachasini yeydi. Anu latifa bor-ku, odam ham kularmish, ham yig'larmish deydi. Xuddi shunaqa bo'ldi. Siz shunaqaysiz biri? O'rtacha sho'rbadan. Sho'rbadan yaxshi ko'rasizmi? Takoy себе. Buni hozir biz ko'ramiz. Va endi bo'lsa navbat birinchi raund bizga tushgan narsani yeyishga. Va bu mana shunaqa sho'rbadan yeyiladi. Va kimga katta tushdi? Menga. Va demak hozir Sardor shuncha sho'rbadan yeganini ko'ramiz. Mana shuni polniy yeydimi? Yo'q, bundan ham ko'p даже. Qarang, kichkinasi bitta kichkina bodringchani yeydi. O'rtachasi, o'rtachadan 2 ta bodring yeyish mumkin. Qolgan hammasi bu kattasiga kiradi. Va buni hammasini yeyish kerak. Va eng qizig'i bu birinchi raundda o'zi qolganlarda, Sardordan ayrilishimiz ham mumkin. Birinchi raund o'zida o'lib qoldi. Va hamma bo'lsa endi idishlarimizga moslab qo'yib olamiz. Ya'ni boshda eng kichkinasini olamiz. Eng kichkinasi kimga edi? Menga edi. Menga masalan mana shuni o'zi bo'ladi, chunki bu eng kichkinasi. Va endi o'rtachasiga. Voy durak! Voy, men to'kilib ketdi, qarang. Va biz Ahror akaga ham bodringani qo'yib oldik. Va endi mana bu katta tog'orani sho'r bodring bilan to'ldiramiz va buni Sardor yeyish kerak bo'ladi. Va davayt, birinchi mana bu yangisini ochamiz. Omad senga ukam. Hidini o'zi shunaqa chiqyapti. Davay. Yaqin. Yo'q, bizga bizdan ko'p bo'lish kerak emas. Va bu birinchi bankani o'zi edi va endi bilan yeb berasan. Ikkinchi bankani navbati. Voy. Va o'rtoqlar, mana bu Sardor yeydigan shuncha sho'rbodring va buni Sardor Production hozir jiqtib qolish kerak. Va endi bo'lsa navbat bularni yeb olishga. Birinchi raundda menga kichkina bodring tushgan va buni prosta olaman-da. Takoy. Nima apetitni berasiz? Zo'r ekan. Menga yoqdi.
Va? Yana berasizmi? Ya'ni bergan bo'lardim, lekin buni Sardor yedi. Lekin ungacha ham ana endi Ahror aka o'rtachasini yeyishlari kerak. Alright, menda 3 ta, такой среднийлari. Nima qilay, yordamlashib yuboraymi? Davay, shunga yordam berib turaysanmi? Men sho'rbodirni yaxshi ko'raman, shuning uchun silliq ketadi. Bular mazza qilib yeyishyapti, no, men bilmayman hozir men shuncha narsani qanaqasiga yeyman. Yordam bera olasiz, to'g'rimi? Bugun ham yordam berardim, Pokemon ko'raman desam. Xafa bo'lma. Bo'ldi. Нахуй я сюда пришел? Eng qizig'ida. Hozir qiynalolman demak, ikkitasiga. Sen 160 tasini qanaqtiraysan? Va ana endi o'rtoqlar Ahror Elxonov eng oxirgi o'zini sho'r bodringchasini yotdi. Ha? Lekin men qalay bo'laman, qanaqasiga Sardor marchunchi sho'r bodring yeydi hozir. Lekin bu ajrusga bo'ladi. Bu xabar sizlar bu просто like bosib qo'ydi bo'ldi. Va ana endi Ahror просто easy, na easy o'rtoqlar, bu shuncha qiyin emas edi. Ozgina qiynaldim, ozgina. Qiynaldim. Meni qo'rqitib qo'yapti-da, просто, no. Duxu berma, davay. Duxu Sardor. Keyin 4 tim. Aman Sardor, davay, bir boshdan. Hop. Birinchisi mana, ham sanab olamiz nechta bo'lishini, ha? Hoppa, birinchisi bor. Nima? Zo'r-ku, vegetarian. Itga o'xshab yuraver, davay. Qanaqa ketadi, silliq ketadimi? 1 soatdan keyin ko'raman, maylimi? Yuzingdan. ChatGPTdan so'rab ko'ramiz ham, agar odam birdaniga 40 ta sho'rbodringiz o'lib qolmaydimi deb. Dudoy rostdan ham Ahror ketganlarida ChatGPTdan so'rab ko'ramiz. Ketma-ketiga 40 ta sho'rbodrin yesa odam bilan nima bo'ladi? 5-chisini yo'qman. Xullas, hozir bitta o'rtog'imiz 40 ta sho'rbodring yeyapti. U bilan ishtimi bo'lmaydimi? Albatta, sho'rva bodring uchun alham deyishdi. Sho'rva bodring uchun ko'plab turli retseptlar mavjud. Lekin bu yerda bir sodda va mazali retseptni taklif etaman. Bo'ldi, rahmat. Sho'rva bodring bizga kerak emas. Davayki, bo'lmasam prosta Sardor yeb bo'lishini kutamiz va o'zimiz jonli ko'ramiz. U bilan nimadir bo'larmikan, yo'qmi? Shuni bilib olamiz. Qattamizlar, balkim o'lib qolar. Va shunaqa qilib Sardor ham o'ziga tushgan sho'r bodringlarni yeb oldi. Yo'q, bo'ldi, men shuni yeyman. Всё, bundan keyin boshqa ketmaydi, atishay. Men shu bittani o'zi zo'rg'a yedim. Уже bu 9-chi adashmasam, или 10-si bu. 10 ta bodring, Balsilardan ko'p yedim, katta yedim, и 10 ta yedim. Battar bo'lgan. va o'rtoqlar ko'rib turibsizlar, Sardorda уже qancha sho'r bodring qolganini. Boshda esa ular shuncha edi. Va sezgandinglardek, anchasini yedi. Mayli. Sardor burchimizda hozircha, hali bundan keyin qiyinchilik bor-da. O'shandan qochib ketib, hozir bo'ldi, mazam qochib qoldi. So'mkada ketib qolmaslik uchun ham mayli, san keyingi raundga o'tdik. Rahmat-da. Rahmat. Obunachilarga rahmat. Rahmat sizlarga. Like bosdi. Like bosinglar va bratskiy. Va endi bo'lmasa ikkinchi raundga o'tamiz. Ikkinchi raund. Va endi bo'lmasa navbat ikkinchi raundga. Va ikkinchi raundda ham bizni nimani, qanaqa katta idish deyishni olamiz va bu safar davayt boshqacharoq qilamiz. Ya'ni birinchi bo'lib qanaqa katta idishda narsa yeyishimizni emas, Narsani aniqlab olamiz demoqchi. Albatta. Bu hamma endi bu safar yeydigan narsamizni endi Sardor omadsizlik qildi. O'zingiz aniqlab bering endi. Ya, endi Sardor aniqlab bersin. Hozir yaxshi narsa tushib turib, kichkina narsa tushib qolsa menga. Demak bugun Sardor omadsiz videosi bo'ladi. Va hamma ana endi Sardor qog'oz tanladi va demak bizni ikkinchi raund yeydigan narsamiz bu O'rik. Hozir o'rtoqlar yoz kelyapti, mevalar shirin davri, shu paytda balkim men katta idishda o'rik yeyman. Va ana endi esa o'rtoqlar ikkinchi raundni hal qiluvchi payti, ya'ni biz bu o'riklarni qanaqa ko'p yoki kam yeyishimizni aniqlaymiz. Ya'ni idishlarni. Va birinchi bo'lib yana Ahror aka tanlaydilar. Davayt mashina. Ochmaysiz va ikkinchi qog'oz men tanlayman va oxiri qolgani Sardorga. Va endi bir boshdan yana qog'ozni ocha olamiz va birinchi bo'lib Sardor ochadi. Menga o'zi unaqa o'rik yoqmaydi, o'shanga men kichkina tushdi. 5 minut oldin o'rik yemadim deb yig'layotgan odam kichkina. O'rtoqlar, ikkinchi raund uchun aniq bo'ldi, Sardor omadsizligi yaqin. Da, 100 talik. Va Ahror aka qanaqa tushdi? Yana o'rtacha. Va o'rtoqlar, men sho'rbodaringni yoqtirmayman, shuncha kichkina tushdi. Lekin o'rik yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham demak menga katta tushdi. Va ana endi bo'lmasam, meni mazza qilib o'rik yotganimga bolalar reaksiyasini ko'ramiz. Va ana endi bo'lmasam navbat ikkinchi raundda o'zimizga tushgan narsalarni yeb olishga. Bu narsa o'rik va ikkinchi raundda bu o'riklarni kattasi menga tushgan. Ya'ni men kattasini mazza qo'yman. Omad sizga, omad. Qiynalib o'rik yesam kerak. O'rtachasi bu Ahror akaga tushgan. Normal. Eng kichkinasi Sardorga. Lekin bundan oldingi raundda yomon narsani eng kattasi Sardorga tushgandi. Sardor naqadar omadligini shuni bilsanglar bo'ladi. Va ana endi bo'lsa buni bir boshdan yeb olamiz. Hop, birinchi bo'lib yeyishni men boshlab beraman va bu bittagina o'rik. Sal dovchiga o'xshaydi-ya, lekin shirinmikan? Hamma yeb bo'ldim, shirin ekan. Va ana endi esa men buni yegim ketdi-yu. Lekin bundan oldin Ahror aka o'zlariga tushgan o'rtacha idishda o'rik yeydilar. Ikkita raunddan beri kayf qilib yeyapman o'zlarim. Chunki ikkita raunddan beri o'rtacha mahsulot tushyapti menga.
Voh. Qarang, qarang, qarang. Buni qo'yib qo'yamiz, tushundingiz? Voy, oxirida hammasini mazza qilib. Semichkadek ketadi. Yo'qolsa semichkani ham shunaqa qilardim men. Ne o'ylashim bo'yicha sizlar orada shunaqa qilib bor, agar savnimda ham shunaqa semichkani mag'zini arzida olib, oxirida bitta qilib yeydiganlar bo'lsa, ular deb men bilasizmi shunaqa odamlar ko'plari boyib ketadi oxirida. Ha, milliarder bo'ladi. Bilasizmi, milliarder bo'lishiga shans qachon oshadi? Qachon? Kanalga obuna bo'lishsa. Ну да, albatta, men kanalga obuna bo'lgan odam milliarder bo'lishiga ishonmayman. Серьезно? Yo'q, mana siz ham ishonasanmi? Yo'q. Yo'q, uni qilma, hammalar o'rtalarni obuna bo'lib qo'yinglar. Va ana Mabodo milliarder bo'lib ketasizlar. Milliarderlarni kommentda kutamiz lekin. va ana endi Axor Alixonov doninglarni ham ajratib oldilar va ani tanovvur qiladilar. Bittalab qilib yeyman hozir. Oh, bunga Sardor qarab turish kerak. Sardor qarashni qarang. Ikkinchi. Oh! God damn, bro. Kalasini bittada. Qara. Dubl. Oh. Va endi bo'lmasam o'zimga tushgan mana shu katta idishdagi o'riklarni yeyishim kerak. No, to'g'risini aytsam, bular jashirini vahima qilayotgan bo'lsa ham, uzoq 10 ta yegandan keyin to'yib qolsam kerak. Ya'ni bezib qolsam kerak. Lekin silliq ketadi. Hamma bo'lmasam endi bu birinchisi. Orqasidan bitta suv ichib yuborsangizki. Sut bilan, ha? Hozircha o'qotdi lekin. Ana endi ikkinchisi. Ikkinchisini o'zini qusib yuborsangiz. Va endi ikkinchisi. Sardor, qiynalolmay yeb bera olasizmi? Mumkin emas sanga. Keling, bitta mumkin qilaylik. Yo'q. Va shunaqa qilib men o'zimga tushgan mana shu ko'p o'riklarni yeyishni boshladim. O'sha o'rtoqlar bir 15 tacha yedim va o'zi azg'ib to'yib qolgan deyapman. Lekin oxirigacha hech harakat qilmadim. Shunda, hozir oxirigacha yeb bermasangiz, yutqizasizmi? Ну да. Yeb bermang. Va qiynalib bo'lsa ham mana shu o'riklarni yeb oldim. O'rtoqlar shu ko'nglim aynayapti. Короче, o'rtoqlar mana shu oxirgisini yeyman. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Emas, ko'nglim вообще aynayapti. Bo'pti. Slabak ekansiz-da. Ichiga qaranglar, qanchagina qoldi, ichi to'laydi mana shuni. Ozgina qoldi, hozir men yeb tajingman, просто undan keyin chiroq davom etishim kerak-ku, to'g'rimi? Sasab? Yeb bera olmaysizmi? Yeb beraman. Yeb bering. Undan keyinchi? Maqibdi, zato bu raund yutgan bo'lasiz. Bironta bitta kutganman. O'rtoqlar, уже men ko'rishim mumkin va boshida qanaqaligini endi ko'rishim mumkin. Omonxon slabay deb yozaveringlar kommentariyda. Oldin, вообще-то sizlar oldin o'tiringlar-da. Mendagi ko'p o'rik yeyinglar, keyin undan keyin gaplashamiz kim slabeylar haqida. Qarang, sizlar ko'p yedimmi? Nima qilibdi? Ha yoki yo'q. Mendan ko'p yedingiz. Demak, biz уже kottasini yedim deb hisoblaysiz va endi keyingi raundga o'tamiz. G'irrom. 3-raund. Va endi bo'lmasa navbat 3-raundga va 3-raundda ham biz tezroq kimga katta kichkina o'rtacha chiqqanini olamiz. Va aytib bu safar anaqa qilamiz. Ya'ni qo'limda biz yeydigan narsalarimiz faqat bu safar salgina qoidalarga o'zgartirish kiritamiz. Ya'ni biz hozir nima yeyishimizni qog'ozda aniqlab olamiz, lekin ochmaymiz. Katta kichik o'rtachani ochgandan keyin buni ochamiz. Va qimayli bo'lmasa, bu safar men o'zim mana shuni tanladim va mana shuni ichidagi narsani biz yeymiz. Lekin qanaqa ko'talik deymiz. Buni endi aniqlab olamiz. Va ana endi katta kichik o'rtachalarga aniqlab olamiz va birinchi bo'lib Sardor tanlaydi. Sardor production va Axror va undan keyin va endi yana men. Hop, aytib bu safar men birinchi oching. Right. Va 3-raundda men kichik idishli narsa yeyman. Kichkina yomon emas, umuman qaraganda. Lekin yaxshi narsa bo'lsa alam qiladi. Hamma, ana endi Axror Alixonovga nima tushganini ko'ramiz. Menga faqat o'rtacha tushsa. Va katta. Va demak, Meniki katta. va shunda eshitsinni Sardor nima tushgan ekan? o'rtachamikan? Voy, vanga. Va demak Sardorga o'rtacha idishli narsa yeyish tushibdi azizlar. Va ana endi esa cho'ntagimdagi qog'ozdan biz mana shu idishda nimani yeyishimizni Normalist tushsinda ish qilib va bu narsa davay. Bu narsa Nima? 3-raundda hammamiz eng qiynalgan narsamiz jag'imiz bo'ladi. Va bu zvachka. Menga menga katta tushdi. Men bittagina zvachka shuni chalayman bo'ldi. Men endi kamida 5 zvachka chalayman. Ammo butun pochkani chalaydi. Tachada ikkita chaynayman-da. No, eshitsinda. So'ng va endi o'zan navbat 3-raunddagi narsalarni yeb olishga va bu ham bo'lsa o'rtoqlar. Yeydigan narsamiz, конечно, zvachka. Tutish kerakmi endi? Tuta olaysanmi sen? Agar hammamiz yutamiz-da, mayli. Tipa Yo'q, qara, menga bittagina, menga kami. Ana endi Axrorga qarang, bu zvachkalarni chaynab yutamiz yoki bo'lmasa chaynab qo'yib qo'yamizmi? Right. Nima? Men farqi. Yutasizmi? Oxirgi video bo'ladi, chamasi. Mayli, Axror Alixonov tirik qolish uchun biz faqat chaynashni aytamiz. Va hamma bo'lmasa men endi bir boshdan sekin chanib chiqamiz. Va aytgancha 3-raundda Axror Alixonovga kattasi va shuncha bunda katta zvachkalar. Menga esa kichkinasi, shuning uchun ham bitta dona zvachka. Va Sardorga esa o'rtancha idish tushgan. Va shuning uchun ham bu o'rtancha 2-3 ta zvachka chaniydi. Va hamma bo'lsa birinchi bo'lib o'zim mana shu kichkinasidan boshlayman. Va bu ham bo'lsa mana Bo'l yutdingiz. Mana endi men o'zimga tushgan bu 3 ta zvachkani chaynab beraman. Na easy bor mana bu.
Edit, skelettirasini. Mana hammasini ishlab ko'ring. Ana ketyapti-da. Va hammaylar, demak, Sardor ham shunda o'ziga tushgan, zoshga chana bo'ldi. Nasib bo'lsa bilasizmi, nima qilardim? Chaynardim. Yo, ana endi seriyozdan nima qilardim? Hammasini tez qo'yardim. Shuni tezroq tugaydi. Davay axirga, davay, ha. Voy, biling, yoqdingmi? Chayna, tez. Og'soch. Idishni qo'ramiz. Bila, axirga xona qiynalyapti. Va shuncha harakat qilib, babasiga yutayotganimiz uchun albatta like bosib qo'yishlik kerak. Qaraylik, kimdir qiynalyapti, kimdir foydalanib like bosib so'rayapti. Hayt shunaqa. Davom chayna. Uy, bilan nima qolsiz, yig'lasizmi? Davay, o'rtoqlar, o'sha mana shunchagina qoldi. Axir og'zini qarang, to'lib ketdi shu. Agar shu holda qo'shiq ayta olsangiz, qolganini yeymaysiz. Men seni 10 taman 3 gacha sanab aytasiz, meni yemaysiz. Chunki balansiz kerak, zo'r qilib. Okey, davay. Ket. Chunki o'rtoqlar bundan ko'pini so'z olmaydi. Men seni 10 taman 3 gacha sanab 1 2 3 2 1 yana. Easy, brat. Nima hamma o'rtoqlarim? Bu yoqni ko'rish kerak emas. Va lekin u bo'lgan taqdirda ham 3-raundni biz bajardik. Bilasiz, menimcha hozir jahon rekordining yangi o'rtali. Zochga ishonish bo'yicha. Va endi bo'lsa navbat 4-raundga. Va endi bo'lsa navbat 4-raundga. Va bu raundda biz birinchi bo'lib kim qanaqa idish narsasini aniq olamiz. Birinchi o'zim tanlab oldim. Ana endi Sardor tanlaydi. Bo't tanladim. Katta sanga 100 talik. Kichkina tushgan bo'lsa-chi? Katta, kes spor o'ynaymiz. Davay, spor. Hop, shoshmanglar. Sporni nimadir maqsad bo'lish kerak. Nima maqsad sporda? Ma'lumotni baqirasan. Agar katta tushgan bo'lsa. Bo'ldi, davay. Ya, biladilar-da, chunki Hammaylar prosta ish olasiz sport. Siz nima deb o'ylaysiz? Katta tushganni o'ylaysiz, bu kichik tushgan deyapti. Va davay, buncha Sardor o'zi ochsin. O'rtacha tushgan bo'lsa, ikkalasi ham emas. Katta tushgan. Baqirasanmi? gunohku. Va demak o'rtoqlar Sardorga katta idish tushdi. Demak yaxshisi tushish kerak. Va ana endi men o'zimga tushgan kattalikdagi idishni ko'raman va bu o'rtacha. O'rtacha bu har doim yaxshi, chunki bu o'rtacha. Va ana endi Axir Alixon kimga tushganini ko'ramiz dirdimu, lekin bilamiz. Axir kichik tushgan. Va ana endi biz mana shu idishda nimani yeyishimizni aniq olishimiz kerak. O'zimizda 4-raund bo'lgani uchun ikkita narsa qolgan va ana endi shulardan birini tanlaymiz. Va biz yeydigan narsa bu. Kim tanlaydi? Axir Alixon tanlasin. Mana shu. Va bu narsa, shoshmay oching. Va bu narsa nima? Tort, yaxshi. Demak, Axir xonim kichkina idishi tort yedi. Men o'rtacha Sardor esa katta idish tort yedi. Sigma boy. Bilasizlarmi, Axir nimaga buni xursand bo'lyapti? Chunki 5-raundda Axir yaxshi ko'rgan narsa qolgan va u katta tushni qolyapti. Lekin ko'ramiz nima bo'lishini. Va endi navbat 4-raunddagi narsani yeb olish kerak. Va bu narsa tortlaydi va ko'rib turganingizdek bizda 3 xil tort bor. Bittasi katta va buni Sardorjon yedi. Keyingisi kichkina. Buni Axir akam Normal. yedilar. Menga esa o'rtacha. Va hammaylar endi bo'lmasam bir boshdan bu tortlarni yeb olamiz. Va birinchi bo'lib Axir akaga beradilar. Na easy maza qilib beraman. Chunki siz kichkinasi tushgan-a? To'ppa-to'g'ri. Tanovul qilingchi tortingizni. Omonxon. Ya, men bilan ko'proq limon o'xshaydi. Ko'rdim million, topdim million, lekin nima o'zgardi? O'zimni tutaman. Qalay ekan o'zi ta'mi? Shunday shunaqa yumshoq. Птичье молоко yeganmisiz? Qushni suti? Degan shokolad bor. Qushni suti, qush qanaqa sut berar ekan deb o'ylayman. Ha, mazza edi-yu, ha? Qiynalib yeyapsiz. Yo'q, teksturasi slishkam qattiq ekan-da, ishonsizmi? Qiyin o'tyapti. Suvsiz-u, tim bo'ldi. Suv bor, faqat anaqa sho'rbodaringning suvi. O'rtoqlar, даже kichkina tortni yeyish shunaqa qiyin bo'lyapti Axirga. Nima bu? Вообще уже yoqmayapti, ishoning, вообще yoqmayapti. Bitta, davay, go. Axir. Yey, hech o'ylamagandim kimdir tort yeyish bilan qiynaladi deb, lekin Axir o'ziga tushgan tort hammasini yeb bo'ldi. Va demak, kichkina tort ham yildi va ana endi o'rtacha tort yeyishga. Va u menga tushgandi. Xo'sh, bo'lmasa ana endi men yeyishim kerak va bunaqa tort umrimda yemaganman, lekin Axir bu tortni ko'p maqtadi menga. Qarang, nachinkasini. Lekin hidi yaxshi ekan, shoshmang. Qale, trifle 0 dan 10 gacha necha baho berasiz? Xo'sh, 0 dan 10 gacha 7. Agar siz 7 bergan bo'lsangiz, o'zimnikiga 3 qo'yaman. Teksturasi вообще yoqmadi, ishoning. Ko'rinishiga necha? Lekin men bo'ldim lekin. Seriozdan? Mana shu yeb o'tirganingiz treneringiz ko'rib qolsa nima bo'ladi? O'rtalasida bilmaysizlar, lekin men hozir stabilniy har kuni bir haftada kam 6 kun trenirovkadaman. Dieta qolman. Trenerim shunaqa jo'stga qarardi. Lekin men hozir tort yeyman, yana boshqa narsalarni yeb tashlaman. Bu trenerim qursa qiynalaman. Lekin sizlar uchun yoshlik yotgan uchun like bosib qo'ying. Va men ham o'zimga tushgan tortlarni yeb oldim. Va shu bilan o'rtoqlar, men ham o'zimga tushgan o'rtacha tortni yeb bo'ldim va ana endi esa buni olib tashlayman. Chunki ana endi navbat Sardorni o'ziga tushgan mana shu katta tortini yeyishga. Qara, tort yeysam yoki basharangga bejab tashlayman.
yeyman. Va bo'lmasa endi Sardorni eng katta to'rt ekanini tomosha qilamiz. Va aytgancha albatta shu paytda like bosib qo'ying. Xullas, men o'zimga tushgan katta tortni yeyman 3 kishi bo'lib. Ozgina xato bo'ldi. Qachon menga podдержка bo'ladi. Bo'ldi ukam, hozir beraman. Yeb turgin. Men shunaqangi tortga hozir to'ydanki, tortga qarasam dach qo'ymayman hozir. Hozir tezroq yeb hozir. Bo'ldi, to'ydim. Hozircha hammasi chotki, no, примерно mana shu tariga kelganda mazam qochib qolsa kerak. Va hozircha yeyishda davom etaman. Va Sardor ham o'ziga tushgan mana shu eng katta tortni ham yeyishni boshladi. Bo'ldi, короче, men yomiyman. Bo'ldi, oxirgisi. Bu hozir og'zimdagi yutib olamanmi yo'qmi bilmayman. Shu qo'yni mayni otdi. Bilaman, tashlab chiqib kelmasam mayli. Slabey ekan, a? Endi slabey ekan emas, mana bu tortni qarang. No, bir 3 dan bir qismini yoki 4 dan bir qismini demay yebdi tortda. Va hammaylar bo'lmasam bu tortni o'rab berib Sardor o'ziga beraveramiz. No, bo'lmasam bu raundni ham baribir bajarib desa bo'ladi, to'g'rimi? No, hammaylar bo'lmasam bu raund ham bajarildi hisoblaymiz. Lekin oldinda eng finalli 5-raund bor. Va endi nima? 5-raundga va 5-raundda ham biz qanaqa narsani bilib va qanaqa ishimizni aniq olamiz. Va давайте, bolalar, 5-raundda endi oxirgi narsa qolgan. Uni tanlaydigan narsa yo'q. Lekin kimga katta, kichik, o'rtacha shuni hozir aniq olamiz. Men birinchi tanlayman. Давайте. Axor Alixonov tanlayapti. Qaramasdan. Bo'ldi. Tanlang. Bo'ldi. Axor Alixon tanladi. Kichkina bo'lmasin. Va mana senga va mana menga. Hop, va ana endi bo'lmasam shoshmaylik. Va ana endi nima ishimiz balki men qo'rarmiz. Давайте. Va o'rtoqlar bitta 5-raundda Men yaxshi ko'rgan narsa, eng yaxshi ko'radigan narsa. Bu sushi. Sushi, просто kayf. Rolli. Men yeriga tushsin, bak katta emas, yeriga tushsin. Tushundingizmi? Hammasi, ya'ni hammasi, ya. Butun dunyosidagi bugun tanlay hammasi men. Bo'ldi. Va bo'lmasam oxirida Axir Alixon qog'oz ochadi. Birinchi men qog'oz ochaman. Ya'ni menga bu, ya'ni men qaysi kattalikdagi idishda yeyman. Bu va bu Kichkina bo'lsin. katta. Mana bu bechora shuncha katta idishda yeyman. Tushgan bo'lsa hozir. Voy, qaranglar, siqilib qoldi shu. Axir aka, men sizga boshqa sushi olib beraman. Sushi zavod olib beraman. Va ana endi Sardor ochadi. Menga o'rtacha. Серьезно? Yo'q. Ya kichik, kichik. Хотя бы, ладно. O'rtacha Axir beraman. o'rtacha tushdi. Omadimni qarang, eng. Va ana endi bo'lmasam, Axir men xafa bo'lsa ham, yaxshi ko'rgan narsasini kam bo'lsa ham yeydi. Endi shuni ko'ramiz. Va ana endi biz oxirgi raund degan narsani yeb olamiz va bu ham bo'lsa sushilar. God damn, bro. Va bu men kutgan edi. Va ham qo'shimchasiga menga mana shu katta, ya'ni shu to'la sushi tushdi. Yes! Sardorga esa kichkinasi, Axir akaga esa o'rtachasi tushdi. Va ana endi bo'lmasam ko'p cho'zmasdan, Axir aka? Siz boshlab bering. Menda endi og'ir artilleriya. Shuning uchun ham birinchi bo'lib endi Sardorjon o'ziga kichkina tushgan sushini beradi. Va men o'zimga tushgan kichkina sushini yeyman. Bunaqangi tayoqchada endi birinchi marta bunaqa sushi yeyapman. Sen o'zi birinchi marta eshitding. Billa. Yo, birinchi marta yeyishim emas, men bu tayoqchada birinchi marta. Okey. Давай. О, that's all, давай. God damn. Yoqdimi ta'mi? Zo'q ekan, tamam. Eng qiz o'rtoqlar 5-yil oldin menga sushi yoqmaydigan odam gapi bu. Va xud Bittasini menga bering. Yo, reально zo'r ekan, bor. Men buni ko'raylik. Sen yeb bo'ldingmi? Da, bo'ldi, shu yeb oldim. Va hammaylar demak Sardor ham sushisini yeb bo'ldi va ana endi, sushi ish navbati Axir akaga va o'rtacha idishlardigan sushini yeb tashlaydilar. Shunaqa sizga bir hasadim ketyapti. Va birinchisi такой детал kirib ketdi. Va xush payti balkim wasabi kerak edi balkim sizga. Da, bering. Eng qizig'i Sardor даже wasabi borligini bilmadi va bizda mana zaharni ham og'zi shirin. To'ppa-to'g'ri. Bunaqa emas. Asalni ham og'zi shirin. Philadelphia deyiladi ukam. Tuz oq zahir dedim muhabbat. Va aytgan chortalar, xushmat, albatta like bosib qo'yinglar. Chunki bu video agar yana ko'p like yig'sa, biz bu videoni kechikib olamiz va bu safar umuman bir katta sushi tushadi-yu, prям katta sushi yasaymiz. Nima deysiz? To'q, men idishdagilarga sushi yasaymiz. O'shanda, sizlarga qiziqarliroq bo'ladi bo'lgan. Hammaylar sizlar like-lar yuguringlar va ungacha biz Axir Alixonov sushi yeyishini tomosha qilamiz. Arin, nima bu? Yoqimli ishtaha deganlar. Axir aka mazza qilib o'zlariga tushgan sushini ham yeb oldilar. Shunaqa qilib Axir aka ham o'zlariga tushgan o'rtacha sushi yeb oldilar. Va ana endi men bu o'zimga tushgan kattacha sushilarga hozir dam beraman. Va ana endi bo'lsa, men sekin yeyish boshladim. Va birinchi bo'lib давайте shu Philadelphiadan voy billa. Ilon xushingizdan ketib qolingda, qolganini o'zing yeb qo'ying. Va men o'zimga tushgan sushilarni Axir akaning jahlini chiqarib sekin yedim. Axir aka ismi? Mayli. Omonxon kibr deb yozaringlar. Omonxon kibr 2x deb yozaringlar. Yomadingizmi? Keling yordamlashaman. Shoshmang gapira oling. Va o'rtoqlar 1 2 3 4 5 6 ta qoldi. Lekin to'g'risini sal to'yib qoldim. Lekin bu shartni o'zim bajarishim kerak. Qiynalib qoldim, lekin oxirigacha yeyman. Nimaga unaqa o'rayda shunaqa qilmadingiz? Ovqat tazminda gaplashib bo'lmaydi-da. Nimaga gapirdingiz o'zim? Do'nisini o'tkanga beraman.
Don Ziki. Don Ziki. Men ne bo'ldim? Easy. Ne bo'ldim men? Beraman. Va o'rtoqlar, men ham oxirgisini yeb bo'ldim. Demak, bu raundda men yutqizmadim. Lekin to'g'risini aytsam, juda ham qattiq qiynaldim. Lekin bunaqa bo'lishiga qaramasdan men buni oxirigacha yedim. Va demak biz 5 raunddan tugatdik. Sevir kettiramiz. Va shu bilan o'rtoqlar bu videoni tugatsak bo'ladi. Chunki biz уже 5 raundda ham 5 narsa edik. Hammamiz sevir ketdik. Ya'ni men уже shu uchun ham tezroq videoni tugatmoqchi edim. Shu uchun ham videoni ko'rishguncha chao. Aytgancha videoni ko'proq chiqarib, shu uchun aktiv bo'lib boringlar.